Bismillahirrohmanirrohim. Yunus payg'ambar qissasi. Juda ko'p vaqtlar oldin Naynavo degan go'zal shahar bo'lgan. Alloh naynavoliklarga hamma narsaning eng yaxshisini bergandi. Eng chiroyli uylar, xushbo'y atirgullar va eng shirin mevalar. Ammo naynavoliklar Allohga hech shukr qilishmasdi. Chunki ular Allohni unutib qo'yishgandi. Ular chirkin butlarga sig'inishardi. Naynavoliklar butlarga minnatdorchilik bildirishardi. Faqatgina Yunus butlarga sig'inmasdi. Chunki u Allohga shukr qilardi. Butlarga hamd aytish, shukr qilish qanday ham bema'nilik edi. Yo'q, Yunus hech qachon bunday qilmadi. Alloh taolo Yunusga bir vazifa berdi. Naynavoliklarni Allohga iymon keltirishlari va faqat unga shukr qilishlari kerakligini tushuntirish vazifasi edi bu. Bu qiyin vazifa edi. Butlarning sizga bir foydasi yo'q, dedi Yunus. Ularga bekordan bekor sig'inib, minnatdorchilik bildirib yurmang. Bu barcha ne'matlarni yolg'iz Alloh bergan. Zotan boshqasi bera olmaydi ham. Faqatgina Allohga hamd ayting. Naynavoliklar Yunusga umuman quloq solishmadi. Uni masxara qilishdi va undan g'azablanib toshbo'ron qilishdi. Ular uni yomon so'zlar aytib, oralaridan haydab yuborishdi. Ular, "Sen bizning butlarimizni tinch qo'y", deyishdi. "Biz butlarni yaxshi ko'ramiz. Hamma narsani bizga ular berishgan." Yo'q, dedi Yunus. Men Alloh taoloning sizlarning ichingizdan tanlab olgan elchisiman. Men payg'ambarman. Iltimos, menga quloq soling, so'zlarimni tinglang. Ha, deb kulishdi naynavoliklar. Yunus juda xafa bo'ldi. Bu tosh va yog'ochdan yasalgan butlar sizlarni eshitmaydi, dedi u. Ular sizlarni hatto ko'rmaydilar ham. Agar shunday qilishda davom etaversangiz, Alloh sizni jazolaydi. "Jim bo'l, gapirma", deyishdi naynavoliklar. Yunus ularni Allohga iymon keltirishlari uchun ko'p yillar davomida harakat qildi. Agar ular butlarga sig'inishda davom etsalar, Alloh ularga balo yuborishini aytdi. Lekin hech kim unga quloq solmadi. Uning ogohlantirishlariga beparvo bo'lishdi va kunlarning birida u Naynavo shahridan ketishga qaror qildi. Lekin u xato qilayotgandi. U Allohning amrini kutmasdan Naynavo shahridan chiqib ketdi. Holbuki payg'ambarlar Alloh ruxsat bermaguncha o'zlari yashayotgan shaharni tark etishlari mumkin emasdi. Yunus ketgach, naynavoliklar xursand bo'lishdi. "Nihoyat qutuldik shu odamdan", deb sevinishdi. Ammo ularning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Naynavo shahrining osmonini qora bulutlar qopladi. Hamma juda qo'rqib ketdi. "Eyvoh, balki Yunus haq bo'lgandir. Biz unga juda yomon munosabatda bo'ldik. Alloh bizdan g'azablanyapti shekilli", deyishdi. Ular ko'p yig'ladilar. Juda xafa bo'ldilar. Qilgan ishlaridan qattiq afsusda edilar. Va ular ko'p duolar qilishdi. "Allohim, bizni kechir, sen kechirishni yaxshi ko'rasan." Alloh ularni kechirdi. Qora bulutlar tarqaldi. Allohning issiq va sariq quyoshi yana Naynavo shahrini yoritdi. Keyin ular barcha butlarni sindirib tashlashdi. Ammo Yunus qayerda edi? Yunus bir kemaga chiqqandi. Oldiniga dengiz tinch va sokin edi. Keyin bo'ron ko'tarildi. Kemadagi odamlar juda qo'rqib ketishdi. "Oramizdan kimdir noto'g'ri ish qilgan bo'lsa kerak", deyishdi ular. Ammo u kim edi? "Keling, qur'a tashlaymiz", dedi kema boshqaruvchisi. "Qur'a kimga chiqsa, uni tutib dengizga tashlaymiz." Bir burchakda jim o'tirgan Yunus alayhissalom, "Noto'g'ri ish qilgan odam menman", dedi. "Men Naynavoni Allohning iznisiz tark etdim.
siz yaxshi odamga o'xshayapsiz, dedi kema boshqaruvchisi. Biz sizni dengizga tashlay olmaymiz. Shunday qilib ular baribir qur'a tashlaydigan bo'lishdi. Qur'a Yunus payg'ambarga chiqdi. So'ng yana bir marta qur'a tashlashdi. Yana va yana tashlashdi. Qur'a faqat Yunus alayhissalomga chiqayotgan edi va uni dengizga tashlashdi. Yunus payg'ambar dengizga tushganidan keyin bo'ron tindi. Chunki Alloh unga to'xtashni buyurgandi. Yunus dengiz o'rtasida yolg'iz qolib ketdi. U Naynavoni tark etmasligim kerak edi deb o'ylab turganida katta bir baliq keldi. Bahaybat baliqning og'zi ham juda katta edi va Yunus payg'ambarni yutib yubordi. Baliqning qorni qorong'u va issiq edi. Allohim, dedi Yunus alayhissalom, men noto'g'ri ish qildim, meni kechir, deb ko'p duo qildi. Alloh Yunus payg'ambarni kechirdi. Chunki Alloh kechirim so'raganlarni kechirishni yaxshi ko'radi. Ulkan baliq xuddi suv osti kemasiga o'xshardi. U Yunusni Naynavoga olib keldi. Naynavoliklar uni ko'rib juda xursand bo'lishdi. Yunus payg'ambar ham ularni ko'rib juda sevindi. Naynavoliklar butlarni sindirishgandi. Chunki endi ularga sig'inishmayotgan edilar. Chiroyli uylar, xushbo'y atirgullar va eng shirin mevalar uchun endi faqat Allohga shukr qilishardi.